Assalomu alaykum O'zbekiston. Biz bugun Xitoydagi bitta katta zavoddamiz. Bu basseynlarimiz hozir trendda bo'lgan basseynlar mustahkam. Hozirda bu razmerlarimiz mana ichki diametr 3, bortini eni 15, bo'yi 120. Suv kirish, chiqish joylari bor. Komplektida buni filtr, elektronasos zinasi bo'ladi. Mana bu basseynimiz bo'yi 1.30, eni 4 metr. Buni ham borti 15, mana qalinligi 15. Operator mana shu 15 ni shuni ko'rsating-da, ichki razmerini. Mana bu basseynimiz 5 metrlik, bo'yi 1,5 metr. 5-6 ta odam bemalol cho'miladi. Borti nihoyatda mustahkam bo'lgani hisobiga 120-140 kilo vesni bemalol ko'taradi. Men hozirgi vesim 85 kilo. Mana hech qanday deformatsiya bermaydi, mustahkam. Kimga shunday basseynlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yozinglar. Telegram, Facebook, Instagram aloqaga chiqinglar.